qaynonam bilan pishmagan go'sht va sushi yegani choyxonaga keldik. Qaynonam miyalarida sushini narxini hisob-kitob qilayotgandilar, bemalol zakaz qilavering, men to'layman desam, xursand bo'lib ketdilar. Bu joy Katiz qaynokamni eng yaxshi ko'rgan oshxonasidan biri ekan. Stolning ustiga suv, achchiq sous, so'yavli souslarni qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda kelinligim esimga tushib ketib, qaynonamga suv quyib beryapman. Qaynonam o'zlariga ikkita shunaqa sushi bilan tovuq go'shtli ovqat zakaz qildilar. Men esa o'zimga katta tarelkada pishmagan go'sht va pishmagan baliqli sushi zakaz qildim. 12 ta sushiga to'ymaysan deb qaynonam o'zlarining ovqatlaridan ham beryaptilar. Xavotir olmang, bu tugasa yana bitta zakaz qilib yeyman desam, qaynonamning ko'zi chiqib ketdi. Ishonaveringlar, pishmagan go'shtdan qilingan sushini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Pishgan go'shtga qaraganda pishmagani judayam mazali chiqar ekan. Lekin pishmagan go'sht bo'lganligi bilan marinovka qilingan, shuning uchun tomog'ingizdan silliqqina o'tib ketadi. Bunisini qaynonam o'zlariga zakaz qiluvdilar, bittasini yeb ko'rchi deb bergandilar, ikkita tishlashdayoq tugatdim. Buni ichida ham pishmagan go'sht bor ekan. Qaynonam pishmagan go'shtni juda ham yomon ko'radilar. 13 ta sushini paqqos tushirib, yana 12 ta sushi zakaz qildim. Qaynonam menga qarab kulyaptilar. Mana ekan ovqat yeyishni kimdan o'rganganman. Ustoz shefu, yoqimli ishtaha, biz esa bo'kdik.